biznes boshlamoqchiman, tam og'aynim bor o'sha Ultkarga. Ishonsa, mana shunaqa qilib darsga ketadi, lekin u uzoqqa bormaydi. Men 100% ishonch hosil qildim. Chunki boshida qo'l berib tasdiqlab qog'oz ruchka qilolmasa, qiyin masala. Unaqa u biznesning eng katta xatosi hammaga xizmat qilib bo'lmaydi yoki boshqa bir yo'nalish qilib faqat arzon sotish kerak. Taklif boshqacha bo'ladi. Biznes yopilgandan keyin bilasizmi, deyishadi, hammasini o'zligidan xoli qilgan holda endi bu yurmadi-da. Siz 11 yil mobaynida ishlayotgan bo'lsangiz, mana hozir ham o'zimizni operatsion ishlar bo'ladi baribir. Ya'ni vaqt ajratasiz, o'zingizni energiyangizni berishingiz kerak. Nima bizani tanladinglar degan savolga, sizlar matrasga kelganimizda bizni muammo bilan kelgan muammomizni to'g'ri tanlov qilib yechib berdik. Ko'p o'ylash haqida gap ketmayapti. Shoshilish kerak. Bitta qarorni sirazi qilib olish kerak. Hozir qilmang, ertaga qiling yoki indinga. Barchaga assalomu alaykum. Men Bekzod Xani va bugungi bizada navbatdagi tadbirkorimiz bor va aynan sizlarning xabaringlar borki, biz yangi rubrika boshlaymiz. Ya'ni u yoki bu yo'nalishni o'z tajribasiga ega bo'lgan, o'zi amaldagi mana shu yo'nalish bilan shug'ullanib turgan tadbirkorlardan aytaylik fikr va mulohazalar olamiz. Va bugungi mehmonimiz Xudo xohlasa matras, ya'ni komfort va premium turdagi matraslarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar va aynan bu sohada ularning ko'p yillik tajribalari bor. Va menga albattaki sizlarga ham endi biznes boshlamoqchi bo'lgan hamda amaldagi tadbirkorlarga ham qiziq bo'ladigan savollar tabiiyki bir nechta. Va men bugun aynan shu savollarni o'zimga yig'ib kelganman, quyidagi aytaylik amaldagi tadbirkorimizga berish uchun. Quyidagi savollar qanaqa va aytaylik bu kimga foydali bo'ladi degan savolga javob beradigan bo'lsam, umuman bu yo'nalishga o'zi qanaqa kirib kelish, ya'ni soha tanlash hamda aytaylik hozirgi konkurensiya, ya'ni bozordagi konkurensiya, marketing yo'nalishlari, sotuv hamda aytaylik har bitta yo'nalishda tabiiyki risklar bo'ladi. Mana shular haqida amaldagi ayni damda shug'ullanayotgan aytaylik tadbirkor akamizlar bugun suhbatlashamiz. Bugungi mehmonimiz bizada Nodir aka o'zlari haqida ma'lumot beradi. Assalomu alaykum hammaga. Sleeper kompaniyasini rahbari, asoschisiman. 11 yildan beri shu sohada ishlab kelyapmiz, ishlab chiqarishda. Zo'r. Aynan boya aytib o'tganimdek, Nodir aka premium va komfort matraslarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar va aynan bu yoki bu yo'nalishda o'zi 11 yil bitta tochkaga urish, bu ochig'ini aytganda men uchun bu juda ham katta natija. Chunki aynan bozorda ko'ryapmiz, o'yinchilar 3-5 yilga ham bormasdan yopilishi kutilyapti. Endi menga ham qiziqki, buni o'zi hammasi qanaqa boshlangan. Ya'ni bunga misol uchun o'z-o'zidan kelib qolmaydi tabiiyki. Endi bunga bu savolimga javobni Nodir akaning o'zlari javob beradi. 2014-yilda nima 2014-yilda boshlagan ishlab chiqarishni. Yo'q, menga qiziq bo'layotgani va bularga xos qiziq bo'layotgani bilasiz, ma'lum. Tabiiy taqdir, chunki men bilaman, umuman yo'nalish boshqa o'qigan, niyati boshqa bo'lgan, rejasi va umuman hozir boshqa joyda ishlayapti. Maqsad va ma'no nimadan iborat? Baribir qanaqadir kelib qolgan, kimdir yo'l ko'rsatadilar deydi. Ishim, sherigim bor. Sherigim taklif qilgan shuni. Shuni ishlab chiqarilaysan, ta'lim sohasidasan, buni firma qilib, ya'ni boshlanish etaplaridan xabaring bor ekan. Shunaqa ma'noda firma, shunaqa brend qilaylik deb taklif bergan. Shu taklifni qabul qilib, 2014-yilda boshladik. Shu 11 yil mobaynida ishlab kelyapmiz. Sherikchilikda ishlab kelyapmiz. Sherikchilikda. Imенно 11 yil sherikchilik. Buni bekorga aytib o'tmadilar, chunki sherikchilik ish oson emas. Men o'zimdan bilaman va yaqin atrofdagilar sherikchilik yurgandan bilaman. Sherikchilikka juda ham katta e'tibor kerak. Endi meni ikkinchi savolim nimadan iborat? Bu sohaga qanaqa kirib kelganlarini bildinglar, как-бы tavsiya qilishgan. Va bular ham xayrixoh bo'lmaganligi uchun, ya'ni befarq bo'lmaganliklari uchun qiziqish bildirib kirgansizlar va boshlanish etapida nimadirlar qilgansiz. Endi sherikchilik masalasida ikki og'iz o'zingizni tushunchangizni aytib keting, qanaqa e'tibor berish kerak? Chunki hozir mana yoshlar borda, biznes boshlamoqchiman, tam og'aynim bor o'sha Ultkarga. Ishonsa, mana shunaqa qilib darsga ketadi, lekin u uzoqqa bormaydi. Men 100% ishonch hosil qildim. Chunki boshida qo'l berib tasdiqlab qog'oz ruchka qilolmasa, qiyin masala. Chunki endi o'zingizni 11 yil aytaylik, sherikchilikdagi fikringizni bildiring. Hop, sherikchilik ishi o'zi qiyin. Buni sherikchilik boshlanayotganda ham bilardim. Bizda unaqa shartnoma qildik deb aytmayman, lekin kim nima ish qilishligini bo'lishib oldik. Aniq belgilab oldik. Kim nima bilan shug'ullanadi. Avvalambor albatta halollik bo'ldi. Pul 5 so'm pul, 500 ming pul, 5 million pul,
shu narsani o'rtaga qo'yadi. Pul o'rtaga tushgan. Pul o'rtaga tushgan narsada muammo bo'ladi. Aniq kelishuv bo'ldi. Ochuv ishladik. Shuni hisobiga alhamdulillah mana 11 yildan beri ishlab kelyapmiz. Ya'ni halollik avvalambor ishchi bo'lishib olish kerak. Kim nima qiladi? Rahbar sifatida, boshqaruv sifatida. Boshqaruvni baribir bitta odam qilinishi kerak. O'sha kerakli bo'limlarni bo'lib olish. Shu sababli yetib kelyapmiz deb o'ylayman. Shu joyda ishlab kelyapmiz. Yana bitta bu yoqda nyuans, bitta joyda ikkita kalla bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Misol boshqaruvda, imенно boshqaruv. Bitta joyda chunki mana boshliq, siz ham boshliq o'zi buni muammosi o'zi baribir tagida pul yotadi. O'sha pul ko'paygan sari muammo bo'ladi. Agar pul ochuv tursa, o'sha ochuv qilingan bo'lsa, ana shunda onsor bo'ladi. O'zi ko'p sherikchilikda pul muammosiga tushib, pul ko'paygandan keyin mana shunaqa halollikdan qochiladi. Ozgina o'yinlar bo'lganligini sababli bo'ladi. Ajralish bo'lib ketadi. Ishni taqsimlashda kimdir reklama bilan shug'ullansa, kimdir sotuv bilan shug'ullansa, kimdir ishlab chiqarish bilan shug'ullansa. Sherikchilikning yana plusi bitta o'ziga hamma og'ir tushmaydi. Tadbirkorchilik o'zi qiyin. Zo'r. Xo'p, menda ikkinchi savolim nimadan iborat? Bu sohaga qilganingiz aniq, nimaga bu sohada davom etdingiz? Bu aytganimdek ta'lim sohasida ishlagan edim. Xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarishda juda katta imkoniyatlar ko'rildi. Bu nechinchi yilda? 2014. Ya'ni 14 kirib o'zidayoq shu imkoniyatga 1 yil ichida qancha muncha narsa berishlik, o'zingiz ishlab chiqarish, sizning qo'lingizdaligi. Ya'ni mahsulot sifati o'zingiz qo'yasiz. Xohlasangiz xalqqa yaxshi mahsulot berasiz. Misol uchun yoki boshqa bir xillarga o'xshab, endi shunaqa ham bor. Sifatsiz narsani ham ko'proq sotsam degan maqsad bo'ladi. Sotsam bo'ldi, pul topsam bo'ldi degan biznes o'zi pul degan qoidalar kitoblarda to'la yotibdi. Mana shunaqa biznes bu pul, bu xayriya emas degan fikrlar juda ko'p. Lekin albatta shunaqa biznesga pul topish uchun kirilgan. Lekin siz beradigan mahsulotingizdan foydasi, odamlarga foydasi asosiy o'ringa qo'yib oldik va shu bilan davom etamiz. Ya'ni niyatga ham bog'liq. Niyatga albatta. Ya'ni barakaga ham pul daromad qilish orqali ham ikkinchi tomonga ham katta foyda bor. Zo'r. Yana davom etadigan bo'lsak, любой sohani boshlayotganingizda, agar siz trendga ilinib qolgan bo'lgan taqdiringizda ham ma'lum bir muddat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ma'lum bir muddatga yetib kelgandan keyin qiyinchilik o'zi keladi. Tushunasiz? Demak, qanaqa eng prям moment bo'lganki, aytaylik, o'sha paytda переломный moment deydi ruslarda. Prям o'tasiz yoki qolasiz. Shunaqa. O'sha qaysi moment bo'lgan? Siz gapingizni boshida aytdingiz, ya'ni ko'p firmalar statistikada ham shuni ko'rsatadi. 3 yil, 5 yil, 10 yillik, ya'ni bosqichdan o'tish qiyin. Bizda ham bu etaplar juda ko'p bo'lgan. Birinchisi, qaysi segmentda ishlaymiz? Belgilab olishimiz shu muammo bo'lgan. Mahsulotda arzonchi mahsulot chiqaramizmi, ko'proq sotamizmi, premiumda ishlaymizmi, faqat qisqa ustki profilda ishlaymizmi, ya'ni misol uchun faqat qimmat mahsulot sotamizmi, yo'q, uni sotishingiz kerak. Ya'ni o'rtasi bo'lish qiyin. Shunaqa. Yana shu jumlada hozir menga fikringiz qiziqki, ko'pchilik o'ylaydi, men hammaga xizmat ko'rsataman. Unaqa u biznesning eng katta xatosi, hammaga xizmat qilib bo'lmaydi yoki boshqa bir yo'nalish qilib faqat arzon sotish kerak. Taklif boshqacha bo'ladi. O'sha taklifni berishimiz muammo bo'lgan. Uni ustozlar bilan gaplashildi. Endi bu yo'nalishda bizning ustozlarimiz ham bo'ldi. Ustozlardan so'rab, qanaqa yo'nalishda ishlaymiz, nima xohlaymiz. Ya'ni bu biznesimizga investor, mana biza 11 yil mobaynida bir so'm ham investor puli kirmadi bizaga. O'zimizning kuchimiz bilan 11 yildan beri ishlab kelyapmiz. Ya'ni mana shu joyda o'zinikini o'ziga qildik. Alhamdulillah, qancha katta firmalar bilan ishladik, qancha katta mehmonxonalarga matraslar qildik. Sanosi juda ham ko'p, 100 mingdan oshiq mijozlarga xizmat qildik. 100 mingdan oshiq. 11 yil mobaynida. Ajoyib. Mana shu paytda menga qiziqdi. Biznesni o'ziga pul tikish har bir tadbirkor tushunib yetavermaydi bu narsani va birinchi oyni o'zidan kerak bo'lsa, mayli tam 2-3 oy biznes pul tikib qo'ygandan keyin o'zi biznesdan pul olishni boshlaydi. Mana shu momentda menga o'ta qiziq sizni holatingizda. Chunki fikrlashimiz sal boshqacharoq biz bozorimizda. Mashina olamiz, uy qilamiz, to'y qilamiz, bo'ldi. Ya'ni biznesdan sug'urish boshlanadi. Hali u oyoqqa turmadi, hali u bola yurib ketmadi o'zi. Чтобы bizaga pul dividend chiqarib berish uchun. Mana shu moment qanaqa? Ya'ni hozir siz aytdingiz, investitsiya jalb qilmadik. Bu degani
o'zinikini o'ziga tikmagan bo'lsangiz boshqa variant yo'q. Shunaqa o'zinikiga o'ziga qildik. Endi o'ziga yarasha ozgina opit bo'lgan edi bizda ta'lim sohasida. Bu ham bir biznes o'quv markazlarini yuritganmiz. Ular ham o'ziga yarasha katta o'quv markazlari bo'lgan. Rahbar sifatida ishlaganman, lekin asoschisi bo'lmaganman. Bu yerda asoschida yanada mas'uliyat ko'paydi. Pulni boshqarish shu tadbirkor birinchi xatosi bo'ladi. Chunki оборотda ko'p pul bo'ladi. O'zingizni pulingizda ishlatishni boshlaysiz. Bizda ham bu xato o'ziga yarasha bo'lgan va vaqtida shuni to'xtatilmasa, asosiy foydangizni ajratib olishingiz kerak. O'z foydangiz kamroq bo'ladi. Boshida 5 yilgacha desangiz ham bo'ladi. Endi yoshlarda misol uchun tez natijaga ega bo'ladi. Natija qiyinchiligiga tayyor bo'lish kerak. Pulni siz vaqti kelsa oddiy bir ishchidek pul topishingiz ham mumkin. Tadbirkorchilikda оборот pulini, ya'ni aylanma pulni, umumiy aylanma pulni o'zingiz pulingizdek his qilishni boshladingizmi, 1-2 yil umringiz qoladi biznesda. Biznes sizni xohlasangiz, xohlamasangiz surib chiqarib tashlaysiz. Shunaqa. Mana imенно shu momentda suhbatimiz bemalol bo'lyapti, chunki temalar ochilyapti. Mana shu momentda bilasizmi, menga eng yoqmaydigan narsa nima? Mana shunaqa qilishadi, o'zligi noto'g'ri yurg'izishadi. Bizda pul sug'urishni boshlashadi va qarindoshlar temasi, ya'ni ko'p temalar bor-ku. Va shu bilan birga biznes yopilgandan keyin bilasizmi deyishadi, hammasini o'zligidan xoli qilgan holda endi yurmadi-da. Mana mashinaga qanaqa fikr o'ylaysiz? Endi bu narsa o'zimiz ham boshimizdan o'tgan. Bundan tashqari boshqa bizneslarimizda shu holatlar bo'lgan. Aybni birovga ag'darish eng oson narsa o'zi. Avvalambor o'zingizdan qidirishingiz kerak. Harakatdan to'xtash kerak emas. O'zi natija to'xtamaslikdir. Shu narsa ko'ring. Ya'ni natijaga erishish uchun to'xtamaslik kerak. To'xtamasangizgina natijaga erishasiz. Shu narsani o'ylashingiz kerak. To'xtamasam, natija bo'lishligi bu harakatda baraka. Shu to'xtamaslik kerak. O'sha qaysi nima yo'nalishda bo'lsangiz ham o'sha narsani oxirigacha olib boring. Hamma shuni aytadiki, tadbirkor bu o'sha biznesmen deydi, o'sha to'xtamagan. Kim o'sha yo'lda to'xtagan bo'lsa, o'sha tadbirkorchilikdan chiqib ketadi. Tadbirkor o'z ishi, biznesmenning ishi qiyin, to'xtamaslik eng muhim. Oxirigacha borishingiz kerak. O'z xohlasangiz, xohlamasangiz, endi xatolar deganingizda xatolar hammada bo'ladi. Xatosiz yo'q. Bu yerda yana anaqaga o'xshatishadi-ku, ana kichik bir o'xshatishadi. Ana baliq bor, akula bor-ku, unda suzgichi yo'q, bilasizmi? Tursa o'lib, cho'kib ketar ekan. Men buni yaqinda bilaman. Shunaqa. Harakatga to'xtagan. O'xshatish eng yaxshi varianti ham shu. Bu yoqda yana qo'shimcha aytaman, endi biz ham o'zimizning yo'nalishimiz bor, avtomatizatsiya bilan shug'ullanamiz va bu yoqda bilasizlar, biz ham 4 yil bo'ldi endi rivojlanib anaqa harakat qilayotganimizga. Ochig'ini aytaman, juda ham ko'p vaqt bo'lgan, bo'ldi. Boshqa sohaga o'tib ketdik. Chunki klient har doim bo'ladi degan narsa yo'q-da. Va mana shunaqa momentlar bor. Lekin mana shu narsani tushunib yetganim, bir xil paytda shunchaki qo'yib qo'yish kerak. O'sha payt yashab berish kerak. Ya'ni o'sha payt bozorda turib berish kerak-da, chidab berish kerak. Chunki ertaga bizga murojaat qilmoqchi bo'lgan klient ertaga turibdi, qayerdadir. Ya'ni aloqaga chiqaman deb turibdi. Bizaniki faqat shu bugun hech kim chiqmasa ham, bugun bozorda o'z o'rnimizni bilib, dalshi boshqa narsa bilan rivojlanib, o'sha ishimizni rivojlanishi uchun harakat qilib turishimiz kerak. Bu vaqti yaxshi case bo'ladi. Endi mendan keyingi savolim, xo'p. O'zi sizni oldinga olib chiqqan, yo'qolib ketmasligiga yordam bergan, mana sizni dabishdi, mana shu sohada deylik. Nima turtki bo'ladi? O'zi bir mana hamma narsani qilayotganingizda misol anaqa bor-ku, kimdir misol o'zi aniqlab olish muhim-da. Aniqlab olish muhim, nima uchun harakat qilayotgan. Chunki kecha bir akamiz aytayotdi, savdosi yaxshi bo'lib ketdi, xudo shukr, hammasi yaxshi, ishi yurishyapti-da. Lekin aytayotdi, o'zi savdom yaxshi bo'lib, o'rtacha bo'lib tursa ham rozi edim dedi. Yaxshi bo'lib ketdi, lekin mana nimaga unaqa deyapsiz desam, o'rtoqlar bilan ko'rishyapti, oilamga vaqt ajratyapti. Ya'ni xotirjamligim bor edi dedi. Demak, uni prioriteti shu edi. Ya'ni unga ham birinchi anaqa emas, prioritet shu. U belgilab oldi o'ziga. Endi sizni holatingizda qanaqa bo'ldi? Nima uchun o'sha paytda qo'l siltab ketmadingiz? Xo'p, bu xatolardan bittasi deb aytsa bo'ladi. Tadbirkorchilikda, men ham shu tadbirkorchilikka kirganimda biznes qilaman, rahbar bo'laman, xotirjam bo'laman, oilamga ko'p vaqt ajrataman dedi, lekin voqea edi unaqa. To'g'risi, tadbirkorchilik boshlayotganlarga bu bitta maslahat. Buni o'ylab kirilmasligi kerak ekan. Tadbirkorchilik bu bir xodim bo'lishdan 10 barobar qiyin siz bo'ladi. Ya'ni tayyor bo'lishingiz kerak.
Bu bosqichlardan u juda oxirida siz xotirjamlik bo'lish uchun juda katta kompaniya bo'lib ketishingiz kerak. Siz 11 yil mobaynida ishlayotgan bo'lsangiz ham mana hozir ham o'zimizni operatsionniy ishlar bo'ladi baribir. Ya'ni vaqt ajratasiz, o'zingizni energiyangizni berishingiz kerak. Bu lokomotiv bo'lishingiz kerak. Lider sifatida ishlaringizga shunaqa ishlashingiz kerak. Ya'ni sizga har doim energiya kerak bo'ladi. Lekin passiv bo'lib o'zimga bitta yurasan, menga pul oqimi kelaveradi deb o'ylashlik bo'lmaydi. Har doim harakatda bo'lasiz. Ozgina to'xtaysiz, bozor surib chiqarib tashlayveradi. Ozgina rivojlanishdan to'xtaysiz, yana surib chiqarib tashlayveradi. Moslashmadingiz, yana surib chiqarib tashlayveradi. Pulni noto'g'ri boshqardingiz, buxgalteriya yana surib chiqarib tashlayveradi. Har bitta xato har bir sizga yamallar tayyor bo'ladi. Yengillar yana tayyor bo'lib kelaveradi. Bu yil yaxshi o'tib oldingiz, keyingi yil yana plan qilishingiz kerak. Muammo, ya'ni biznes 11 yil tajribamdan shuni ayta olamanki, o'zi muammolardan tashkil topdi. Bu tugamas muammo. Muammoni hal qilgani o'zi tadbirkor. Hal qilib ketaverasiz, natijasiga erishib ketaverasiz. Muammo chiqaveradi, siz hal muammo chiqmaydi deb o'ylasangiz, o'sha yerda to'xtaysiz, yana bozor sizni surib chiqarib tashlaydi. Xuddi shunaqa IBOda yana bitta narsa ham bor. Tabiiyki yoshlarga boshida bekorga aytmadim. Hamma ham tadbirkor bo'lavermaydi. Albatta. Ya'ni xuddi mana hamma quruvchi degandek gapda, bu ham bir soha desak, hamma ham quruvchi bo'lavermagandek, doktor bo'lavermagandek, tadbirkor ham bo'lavermaydi. Ya'ni bu yerda men o'zim uchun tushunib yetgan narsa etaplar bor. Ya'ni tadbirkor bo'lish uchun etap bor. Ya'ni 20 yoshda kompaniya ochgan, men o'ylamayman shu tam hammasi zo'r bo'lib ketadi-da. Chunki eng yaxshi xodim, yo'q, eng yaxshi ish boshqaruvchi bu eng yaxshi ish boshqaruvchini qo'lda ishlagan odam. Chunki ko'rgan, bilgan. Xo'p, biza AMO CRMni va tizimlashtirishga o'tganimizdan beri ancha ishlarimizni tartiblab oldik va bizga birinchi bergan narsasi bu mijozlarni bir joyga jamlash. Mijoz yo'qotish ancha bizada kamaygan va mijozlarning ushlab qolish kayfiyatlari oshgan. Mara kompaniyasida ishlayman. Biz Bitrix tizimidan foydalanamiz, uyg'un bo'lib ishlashga va ko'p proyektlarimizni vaqt-vaqtida bajarishga yordam beryapti. Biz reklamaga katta summa ketkazyaptik. Qaysi reklamamiz qanaqa ishlayotganini statistikada CRM orqali ko'rdik. Ya'ni saytimizdan qancha mijoz kelyapti, qancha pul tikkanmiz. Boshqa tashqaridan showroom o'sha hamma anaqasi bilan statistika kelib chiqdi, biz uni to'g'irlab oldik. Biz ish boshladik. Mana 3 yil davomida sotuvimiz 10 baravarga oshdi. O'shaning hisobiga hozir bizda klient baza ancha shakllandi. Sotuvlarimizni 2x dan 10x gacha oshirdik va aynan sizga ham tavsiya qilamiz. Haligacha Excel yoki qog'ozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, sotuvimizni oshirishimizdan tashqari, biza qat'iy pulni yana yo'naltirishi bizda ko'rindi. CRM bunga Yordam. Hozirda shunaqa muammo ketayotganlarga Bitrix 24 tizimlashtirilgan o'sha platformasini o'rnatishingizni tavsiya qilaman. Biz sizga o'zimiz ishlatayotgan va sotuvlarimiz oshishiga sababchi bo'layotgan AMO CRM va IP telefoniya tizimlarini tavsiya qilamiz. Quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz siz bilan bog'lanamiz. Shuni davom ettiradigan bo'lsam, men o'sha qayta va qayta yoshlarga anaqa ko'raman-da, fokus qaratib. Chunki o'zim ham yoshman va men atrofdagilarga qarayman, ularni prioriteti, ularni qiziqishi, ularni niyat va maqsadlari boshqacha-da. Men ko'roma bilan unaqa emas. O'zi aslida unaqa bo'lmaydi. O'shanaqa rozvoy ochkilarni yechib qo'yish kerak va ozgina sabrli bo'lish kerak. Bitta joyda ishlamayotgan yoshlar ko'p, o'zini yo'nalishini topa olmayotganlar ko'p. O'shaning uchun o'zini xarakterida hozir ham tavsiya berasiz, eng asosiysi xarakteri, qaror qabul qila olishi, mas'uliyatni olishi, aytaylik kelishuvlarga rioya qilishi va shunga o'xshagan boshqa aytaylik xislatlarga qaragan holda yo'nalish tanlab olish kerak. Va shu bo'yicha o'zi kim aytaylik qaysi aytaylik yoshlarga tavsiya deylik, mana shu yerda bu yoki bu yo'nalish eng soqqasi bor yo'nalish qaysi? Nima deb o'ylaysiz? Tadbirkorchilikda albatta pul bor, ishlansa, to'g'ri qarorlar qilinsa, xato qarorlar ham bo'ladi baribir. Bu tabiiy holat. Lekin pul ishlab topish, faqat maqsad pul ishlab topish bo'lishligi o'zi tegi noto'g'ri. Baribir nima chiqarayotganingiz, nima sotayotganingiz, nima bilan shug'ullanayotganingiz muhim hayotingizga, bu juda katta holat. Tadbirkorchilikni hamma qilish kerak degan emas. Hozir bizda o'qib bitta sohani egallab, o'sha sohada tadbirkorchilikdan kam bo'lmagan pulni topish bemalol. Hozirgi paytda IT yo'nalishi bo'yicha uncha tadbirkordan ko'p topadigan yoshlar qilyapti. Agar meni o'zimni ham o'g'il farzandim bor, o'g'limga tadbirkor bo'lishni tavsiya qilmayman. Chunki bu o'ziga yarasha bir qiyin yo'l. Bunga tayyor bo'lish kerak. Bu har doim siz javobgar bo'lasiz, qo'lingizda ishchilarga javobgar bo'lasiz, hamma narsaga javobgarligingiz ko'p, energiya ko'p sarflaysiz. Bu bitta xodim bo'lib, kuchli xodim bo'lib ishlashdan ham
ancha yuqori turadi. Endi bunga tayyor bo'lsangiz, shu qiyinchiliklardan o'taman desangiz, natijasiga ega bo'lasiz. Plyuslari juda ham ko'p. O'zingizni pul oqimingizni o'zingiz boshqarasiz, mahsulotlaringizni o'zingiz sanab qilasiz. Endi plyuslarni gapiradiganimiz bu vaqtlarimiz yetmaydi, lekin tadbirkorchilikni oson, bir yilda yaxshi natija bo'lib ketaman, men buni qilaman deb eng boshida tadbirkorlarni, yoshlarda ayniqsa shu narsa bo'ladi. Tez natija bo'lmaydi. Bo'lsa ham bo'ldi deylik, bo'lsa ham umri qisqa bo'ladi. Ya'ni tez tushib ketadi. Bozorga tez kirasiz, bozordan tez chiqib ketasiz. Trend sifatida Instagram bo'ladi. Bitta ko'tariladi, bitta tushadi, shu bilan bo'ladi. Bu sekin-sekin qaysi hozir tadbirkorga qarasangiz, 10 yil, 15 yil orqasida tajribasi bor. 10 yil, 15 yil kamida. Shu bosqichlardan o'tib, etap qiyinchiliklardan ishchi bo'lingan, mana shu o'zini firmasida o'zi ishchidek bo'lib ishlab keyin bir etapga chiqadi. Qiyinchilikdan o'tmasangiz bo'lmaydi. Shunaqa. Именно shu gapni men xohlayapman, именно tadbirkorlardan eshitishinglarni. Chunki infomotivatorlar ko'pda, Instagramda misol siz biz ko'p o'tirganimiz uchun ko'p videolar bor. Такой bugun qil, ertaga zo'r bo'lib ketadi, falonchi va hokazo. Lekin aslida unaqa emas. O'shaning uchun именно sizlar har bitta tadbirkor oldiga bora olmaganingiz uchun men shunaqa niyat qildim, shu tadbirkorlarni o'zim yoniga borib, sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olish. Albatta, men o'zimga ham qiziq. Endi umumiy biznesga qaytadigan bo'lsak, hozir o'zi bu yo'nalishni bozordagi o'rni qanaqa? Matras sohasi juda tez o'sib boryapti. Mana shu oxirgi 5 yillik portlash yuz berdi so'zam bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston bozorida matras sohasi rivojlandi. Odamlar tushunib yetdi yaxshi matras borligini, faqat matras ortoped matrasdan iborat emasligini, faqat qattiq bo'lish degan tushunchalar o'sha kengaydi, ma'lumotlar ko'paydi. Bunga onlayn bizneslar sabab bo'ldi. Instagram bir qismida va odamlar tushundi, matraslar odamga qulay bo'lish kerak ekan. O'sha hisobiga bozor rivojlandi, katta kompaniyalar o'sib chiqdi, yoshlar juda ham ko'p, faqat rivojlanyapti, aholi soni ham ko'paygan o'shanga yarasha. Inshaalloh bu yo'lga faqat rivojlanadigan yo'nalishlardan bittasi bu. Zo'r. Xo'p, keyingi mana savolim nima iborat? Tabiiy bu savol hamma tadbirkorga berish kerak, tabiiyki o'zimga ham. Konkurentlardan farq. Bu eng asosiy savol. Mijozlarning hammasida keladi va menga ham xos. Suhbatimiz ham kulminatsiya joyi desa bo'lar ekan. Konkurentlardan farqimiz albatta hamma hozir xayoliga, meni ham hayolimga birinchi shu narsa keldi. Ya'ni sifat deyishingiz mumkin, hamma sifat deydi. Lekin bunda o'ylab qarasa, alhamdulillah sifat yaxshi bizda. Lekin bizani mijozlar og'zidan eshitgan anaqamiz, javobimiz sizlarni boshqalardan nima bizani tanladinglar degan savolga, sizlar matrasga kelganimizda bizni muammo bilan kelgan muammomizni to'g'ri tanlov qilib yechib berdik. Ya'ni bizni ustunligimiz, ya'ni men o'zim menejerlarni alohida ular bilan shug'ullanaman, o'rtacha 3 oycha. Va kelgan klient muammo bilan keldi, muammosini qimmat matras sotish bilan yechmaymiz. Unga qulay matras sotish bilan. Bu narsa hamma tadbirkorchilikda ishlaydi. Ya'ni unga hozir qimmatdan sotsa marjamiz ko'p, undan foyda qilamiz emas. Unga biza mijozga qulay matrasni beraylik. Beli og'riyotgan bo'lsa, rejasi bo'lsa, qattiqrog'ini, yoshi katta odam bo'lsa, vesi og'irroq bo'lsa, prujinasi ko'prog'ini yoki anatomiyasini beramiz. U mijoz bizdan rozi bo'ladi, muammosi yechiladi va davomiylikda bizani hammaga tavsiya qiladi. Ya'ni biz ko'p matraschilardan shu tarafni ustunmiz. Aylanib kelishadi, aytishadiki, sizlar zo'r tushuntirdinglar deyishadi. Ya'ni shu o'rinda menejerlaringlar bizga yaxshi tushuntirishyapti. Boshqa joyda, ya'ni hamma emas, boshqa joyda masalan biz tushunmadik, nimaga bizga bu matras kerakligini yoki biz nimaga buni olmasligimiz kerakligini tushuntirib berisha olmadi. Sizlarning menejerlaringlar o'zim bilan gaplashganda, mashinasidan, telefonda gaplashganda, ha, endi tushundim, nimaga buni aytilayotganini degan savol bo'ladi. Ya'ni bizning kuchli tarafimiz shu. Biz menejerlarni, sotuvchilarni shunga tayyorlaymiz. Demak, xizmat sifati hamda klient orientirованность. Ya'ni o'zbek tilida именно qayta sotuv bo'lishligi juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni har bitta mijoz bilan aytaylik maksimum uni muammosiga yechim qidirish bo'yicha ishlashda qancha vaqt ketsa. Shunaqa. Ya'ni maksimalni keldi mijoz, takoy 2-3 ta variant olasizmi yo'qmi unaqa. Endi biz biznesda yana ko'p eshitganmiz, o'zim ko'p kitob o'qiyman, siz xabaringiz bor. Kitoblarda ko'p keladiki, sotuvni hozir qilgin deydi. Biz u yo'nalish ishlamaymiz. Bizda u narsa ishlaydi. Boshqa bizneslarda ishlashi mumkin, lekin bizani praktida sotuvni hozir qilgin. Biz matrasni uzoq yillik investitsiya, ya'ni matrasimizni o'rtacha 10 yil ishlagan.
biz hozir mijozga tezroq sotib olish muammoqini mijoz azizini eshitamiz. Mijozga o'zi qanaqa matras kerak, muammolarni eshitib olib, o'sha matras tanlovini beramiz. Va shuni orqasidan agar o'sha mijoz mabodo sotmaganimizda ham biz agar sotsa, bizning mijoz doimiy bo'ladi. Ya'ni qayta sotuv bo'ladi, qaramash, chunki u mijoz o'sha matras unga tushgan bo'ladi. Sifatidan tashqari o'shanga u matras qulay bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni mana bunaqa narsada matrasda qarayotganda eslaysiz. Matras egasini. Shunaqa tezroq noqulay matras har doim anaqa qilib boshqa borgiz ham kelmaydi. Shunaqa. Chunki eng anaqa variantda bu, ya'ni oyoq kiyimni olib siqadigan olib qo'yish, har kiyganda bir ishlab chiqaruvchini eslaganingizda matras ham xuddi shu tema. Demak, muhim rol o'ynaydi klientni как бы aytaylik rozi qilish hamda klient sota olmagan taqdirda ham, lekin sizni haqingizda va sizni brendingiz haqida iliq tushuncha paydo bo'ladi. Agar topa olmasa qaytib keladi va boshqadan topgan taqdirda ham если что kimgadir baribir tavsiya qilib oladi. Mamutga borsa, mana shunaqa aytadi, menga servis qilganingda degan ma'no. Demak, hozir mana bitta narsa servisga urg'u ko'proq berish kerak. Chunki mana boya aytib o'tganlaridek yoshlar ko'p va umuman tadbirkor, ya'ni bu yo'nalishda tadbirkorlar ko'payyapti deyaptilar, ya'ni konkurensiya kattalashyapti. Men ham xuddi shunaqa ishlab chiqarsam, misol tariqasida. Bular ham siz ham xuddi shunaqa ishlab chiqaramiz. Ma'no va maqsad aytayotganlaridek, demak, yo'nalishda, ya'ni mijoz bilan ishlashda, tajribada, servisda. Hamma aytadi, o'sha sifatli, hamma aytadi tez yetkazib beramiz. Misol hammada, biz ham tez yetkazamiz, bizda ham matras sifati. Hech kim molini sifatsiz demaydi. Lekin servis bilan ishlashi juda, mana o'zim ham iste'molchiman, ya'ni ko'p joylarga kirsangiz muomalani bilishmaydi yoki juda qo'pol muomala bo'ladi. Bizda hali o'sishga juda katta anaqalar bo'lishi kerak deyman. Shuning ustida bir kurslarda o'qish kerakmi? Endi bu bizda endi bu hayot yo'limizdan kelib chiqdi, tajribadan. Lekin juda katta muhim. O'rta mahsulotni ham yaxshi servis bilan sotish mumkin. Ha, shunaqa. Agar siz hozirgacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, demak siz avtomatlashtirishni o'rganishga yoki biznesingizni tizimga solishga tayyorsiz. Va bu holatda biz sizga ikkita taklif bera olamiz. Birinchisi mentorlik, ikkinchisi xizmat. Xizmatimizdan boshlaydigan bo'lsangiz, xabaringlar bor. Bizda AmoCRM, IP telefoniya, Bittrex24 tizimlari mavjud. Aynan bu xizmatlarni bizdan oladigan bo'lsangiz, biz sizga noldan bu tizimlarni joriy qilib, xodimlaringizni tayyorlab o'rgatib va tabiiyki ertaga поддержка, ya'ni savollaringizga javob beramiz. Bu bir. Ikkinchisi, agar bu tizimni u yoki bu korxonaga o'zingiz joriy qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz korxonangizni avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tushunib, anglab, o'zingiz boshdan oxirigacha boshqoch bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, aynan bu holatda shaxsan o'zim men sizga Bittrex, AmoCRM yoki IP telefoniya uchalovidan bittasini xohlaganingizni o'rgataman, tushuntiraman va korxonangizni joriy qilishga yordam beraman. Buni eng qulay tarafi, siz tizimni ildizini tushunasiz, o'zingiz tushunganingizdan keyin xodimlaringizga tushuntirishga ham oson bo'ladi. Va agar siz mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, bu xizmatlarni sotib xuddi bizga o'xshab daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa yoki qiziqayotgan bo'lsangiz, menga Telegram orqali bog'laning, xabarlashamiz. Mayli, davom etamiz. Aynan yo'nalish bo'yicha savollar davom ettiramiz. Sohangizda qaysi yangi tendensiyalar yoki o'zgarishlar kutilyapti? Chunki hozir juda ham tez o'zgaryapti-da bozor. Ya'ni boya aytganingizdek, rivojlanmasangiz bo'lmaydi va bozordan xabardor bo'lib turmasangiz ham bo'lmaydi. Ya'ni konkurentlardan polni xabardor bo'lib turish tarafdor emasman o'zim ham, lekin ma'lum bir vaqtda bozorga nazar solib turish kerak. U oldinlari ochiq o'zimiz sohadan olsak, 6 oyda 1 yilda bir marta bozor analiz qilib chiqsa yetardi bizga. Chunki bozor o'zi bizni biladigan o'yinchilar bo'lardi va hokazo. Lekin hozir boyga aytganingizdek, yomg'irdan keyin qo'ziqorida chiqib kelganda kichik o'yinchilar juda ham ko'payib ketyapti va bozorni aniq qilyapti, o'ynatib yuryapti, qo'pol qilib aytgan. Chunki tajriba yo'q, chunki bu sohada uncha katta bilimi yo'q, hamda aytaylik, ularga faqat narx qiziq. Aynan bizning sohada shunaqa. Endi sizning sohangizda qanaqa tendensiyalar kuzatilyaptiki va bunga nima choralar ko'rish reja qilyapsiz? Bizning sohada albatta boshqa sohalarga o'xshagan narx bo'yicha o'yinlar ko'payib ketgan. Ya'ni narxi kim arzonroq, ko'proq arzon berish maqsadida sotuvni qilishga harakat qiladi, lekin o'zi qoidada biznesda ustozlarimiz o'rgatdi, har doim yana kimdir chiqadi sizdan ham arzon berishni. Unaqada bu hammaga zarar keltiradi. O'sha eng arzonda sotaman deyotgan tadbirkor ham oxir-oqibat hech qanaqa rivojlana olmaydi. Albatta mahsulotni ishlab chiqaruvchining o'zini marjasi bo'ladi. O'sha marjasi bo'yicha o'zini rivojlanishi uchun ham qilib, ya'ni 5 qo'lni og'ziga tiqib emas, lekin
normasida o'zini miqdori bor. Undan tushib ketadigan bo'lsangiz, faqat siz pastga ketadi. Vaqtinchalik eng past narxi berasiz, kimdir yana sizdan chiqib past narxi beradi. Bozorni hamma barobar sindiradi. Bu narsani bizni 11 yil mobaynida juda ko'p ko'rdik. Biz bu o'yinga kirmadik. O'shaning uchun bizning segment o'rta va premium segmentda ishlab kelyapmiz. Bu mo'tadillikni tashkil qiladi. Ikkinchi hozir tendensiya onlaynga. Mana Yandex, uzun marketlar hozir marketplace'da juda ham rivojlangan. Biz ham mashinlar o'zida bunga kirdik. Birinchi oy o'zida 100 millionga yaqin savdo qildik. Ya'ni savdomizni nechidir foizini tashkil qilib qoldi. O'sha bunda perspektiva ko'rindi. Ya'ni o'sha bu marketplace faqat endi boshlangan narsa rivojlandi. Shu yil o'zida bo'layotgan narsa arzimagan 4-5 oy ichida juda katta o'ziga yarasha оборотga kirib ketdik. Ishlaymiz. U yerda ham faqat narx bilan o'ynayotganimiz yo'q. Ya'ni o'zimizni qadriyat deymizmi? O'sha qadriyatimizni ushlab turibmiz. Ya'ni sifatni tushirib olmagan arzon narx beradi. Marketplace'da ko'proq tashqi bozorga qaraganda arzonroq narx 90% rol o'ynaydi bo'ladi. Lekin shu 10% baribir sifatga qaraganda, o'ziga qaraladi-ku. O'sha segmentda bo'lsa ham o'shanga biz urg'u beryapmiz. Har doimgidek shu 11 yillik tajribamizdan kelib chiqib sifatda ishlaymiz, mo'tadil narx beramiz. Eng arzonni bermaymiz. Kelgan mijozlarga ham eng arzonimi deydi, bizda eng arzoni emas. Biz sizga servis ko'rsatamiz. Bizdan olgan mahsulotingizni boshqa joyda, ya'ni qimmatga olasiz degani emas. Lekin anaqa qiladi. Tendensiya hozir shu aytganingizdek ikkita narsada bo'lyapti. Birinchisi narx o'ynatish, bozor o'ynatish, eng arzonroq sotaman, ko'proq sotaman degan maqsad, onlaynga o'tib ketish. Biznes menimcha bir 2-3 yil ichida bir 70-80% onlaynda bo'lib ketsa kerak. O'zimizda 50% dan oshdi. Halitdan 50%. O'zimizni savdomiz 50% dan oshig'i onlayn. Onlayn. Yana bitta shunga qo'shimcha, hali ham marketplace'ga kirmaganlar bor-da. Haligacha kirmagan. Juda kam qilaman kirib, bunaqa hali ham bozorda joylashib olishgan, ketganga xizmat ko'rsatadi. Va undan tashqari yana bitta narsa va marketplace'dan tashqari o'zingizlar ham onlayn sotishni yo'lga qo'ygansizlar, to'g'rimi? Saytimizda sotamiz. Xuddi shunaqa sayt orqali sotishadi. Hamda telefon qilsa operatorlaringiz обработка qilib shunaqa sotishadi. Va bu yerda yana bitta narsani eslatib o'taman. Nodirbek aka aynan bizani aktual aksiya mijozlarimizdan biri hisoblanadilar. Chunki aynan 1 yildan oshib qoldi adashmasam. Biz bularga aynan CRM IP telefoniya sotuv bo'limi avtomatizatsiyasiga yordam beradigan call center va sotuv bo'limi uchun mo'ljallangan tizimni joriy qilganmiz. Va aynan bu tizim orqali marketplace'lardan oldin bularni o'zligi onlayn savdoni yo'lga qo'yishgan desa ham bo'ladi. Chunki telefon qiladi, saytdan tanlaydi, menga chiqarib yubor deydi, operator обработка qilib hamma ma'lumotlarni kirgizib sotuvni amalga oshiradi. Shunga men endi demak siz уже marketplace'lardan oldin уже onlaynga chiqishga bir reja qilgansiz-da bu narsa. Men beradigan savol nimadan iboratki, o'zimman CRM IP telefoniya ko'pchilik tushunmasligi mumkin, lekin hozir bular bizga ochiqlab beradi. Aynan o'sha paytda o'zi nimaga aloqaga chiqqan edingiz? Umuman bizga demaylik, umuman nimaga bu aynan CRM bilan IP ga nima deysiz, o'rnatishga xohish paydo bo'lib qoldimi? Buni qatdan eshitdingiz o'zi? Sababi nima bo'ldi? Shu haqida 2 og'iz ma'lumot bersangiz. Xo'p, tizimlashtirish avvalambor. Tizimlashtirish kengayganingizdan keyin kerak bo'ladi. Boshida kerak bo'lmaydi. 5 yillikda kerak bo'lmaydi. Siz ham agar jabr katta kompaniya bo'lib ketmasangiz, keyin odamlar soniz ko'paygandan keyin mijozlar soni ko'payadi. Bu yerda yana bitta narsani men qo'shimcha qilmoqchi edim. Boy servis dedik-ku. Nafaqat mijoz kirib kelgandagi servis, balki qo'ng'iroqdagi servis ham hozir juda katta muhim. Chunki kelishidan, to'g'rimi? Demak, bizga operatorlarimizni kontrol qilish uchun, ularning ovoz ish sifatini yozib olish uchun va operatorlar mijozga aytaylik sifatli xizmat ko'rsatishini ham yuqori ehtimol bilan bu tizim hozir ta'minlayapti. Chunki biz bilamiz, siz rahbar sifatida operatorlarning, sotuvchilarning tepasida tursangiz yaxshi gaplashishadi, misol uchun, lekin siz ketganingizdan keyin telefon ko'tarilmay qolishlari bor, misol uchun. Zaifga tushsa, mijozga sirasi aloqaga chiqish kerak. Bu sovib qolmasdan oldin. Chunki ko'pchilik mijoz bari emotsiyada. Bu men ham esingizda bo'lsa matras sotgandim, men oxirgi paytlarda yotib yurdim, belim shunaqangi og'riyapti. Har turganda nasriyam buzilib uyg'onayotganim uchun emotsiyada sirasi kim bormadi hozir ba'zida deb sirasi qidirib, misol uchun xarid qilganman. Xuddi shunaqa. Ya'ni tizimdan, ya'ni CRM va IP umuman sotuv bo'limining avtomatizatsiyasidan yana bitta foydasi boyga aytganlaridek, nafaqat offlayn, balki onlayndagi servisni yaxshilashdan iborat. Va hozir endi suhbatimizni
kulminatsion deydi-ku. Joyiga kelishimizdan oldin men yana aytmoqchiman, tavsiya qilasizmi yo'qmi? Ya'ni bizlar emas, umumiyda aytmoqchi. Men xolisona fikr bildirmoqchiman. Umuman quyidagi tizimni onlaynga chiqmoqchi bo'lgan operatorlarni nazoratini, onlayn savdoni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganligi, aynan bu tizim nima deysiz? Kerak emas, bu haqida. Albatta kerak. Nafaqat onlayn, offlaynda ham har doim tizimlashish rivojlantiradi. Bu odamlarning qulog'iga mana ko'p nima deydilar, qani gapiradilar. Motivatorlar tomonidan ko'p aytiladi, lekin ish mobayningizda sizga sotuvlaringizga umuman tizimlashib, sizga qulaylik beradi. Juda ham ishingizni yengillashtiradi. Pulingiz qayerga ketyapti? Mijozingiz qancha? Mana shu mijozingiz necha marta qayta sotib oldi? Masalan 3 marta, 4 marta qayta sotib olingan bor. Yangi mahsulot chiqarsangiz ham ularga berishingiz mumkin yana. Endi buni qulayliklar albatta o'rnatish kerak bu narsani. Bu siz ishlash rivojlanishda ancha to'xtatadi. Shunaqa. Zo'r. Endi oxirgi aytaylik 5-suhbatlarni men punktga bo'lib chiqaman. 5-punktga kelyapmiz. Bu yoqda bilasizmi, ana o'zi tavsiya va fikrlaringiz shunga o'xshagan aytaylik savol beraman, shunga javob berasiz. Hop, yangi tadbirkorlarga qanaqa maslahat berasiz? Hop, ochiq maslahat beraman. Ya'ni kimdirga yoqish, ularni xafa qilsa ham mayli, chunki haqiqatan shunaqaroq bo'ladi. Boshqa joyda eshitmagan bo'lishi mumkin. Harom bo'lishi mumkin. Tadbirkorchilik turgan bitgani qiyinchilikdan iborat bo'ladi. Shu narsaga tayyor bo'lib, faqat katta pul topaman deb emas. Qiyinchilikka tayyor bo'lib, umuman maranni deydi-ku. Tayyor bo'lib, energiya kerak. Qancha energiya berasiz, o'shancha sizga qaytib keladi. Odamlar bilan muomala qilish kerak. Bir xil rahbarlar, yaqinda siz anaqangizni ko'rdim, Instagramingizda ko'rib qoldim. Rahbar sifat odam qanaqa bo'lishi kerak? O'rtoq bo'lib ketsangiz ham muammo bo'ladi. Qattim qo'l bo'lib ketsa insoniylikdan chiqib ketadi. O'rta bo'lishingiz kerak. O'rta bo'lishingiz kerak. U juda sizdan bir ilmni talab qiladi. Balans ilmni talab qiladi. Ustozlardan o'rganish kerak. O'zi oson yo'li shogird bo'lish. Eng tadbirkorchi oson yo'li tayyor shablonni olasiz. Tayyor shablonni olasiz, qanaqa boshqarishingiz kerak. Bir bosim qilsangiz ham sizdan qochadi odamlar. O'rtoq bo'lib ketsangiz ham qochadi. Odamlar sizga ishlayotganda, sizdan oylayotgan ularni tez bo'shatib yuborishingiz ham bir xato bo'ladi. O'sha yerda oilasini boqayotgan bo'lishi mumkin. Ularga erkinlik berib yuborish, qarindoshchilik bor bu yerda. Lekin juda bir muammolar bor. Tadbirkorchilikni oson yo'l deb qarash odamlarda. Biz o'zimda ham 18 yoshimda tadbirkorchilikdaman. Qancha bankrot bo'lgan holatlarimiz bo'lgan firmada hech qachon hech qaysi sohada 11 yillar ishlamagan. 11 yil katta suruk shu ishlab chiqarishda 11 yillar shu sohada ishlab kelyapmiz. Nimani tushunib yetdimki, xato bo'lish tabiiy ekan. Xatoga tayyor bo'lish kerak ekan. Maslahatim xatoga tayyor bo'lish kerak. Yana bitta maslahatim shoshilish kerak emas. Shu eng asosiy. Xato bo'lish tabiiy, shoshilish kerak emas. Bo'ladi hammasi. Mashitda men yana bitta qo'shimcha, xatoga tayyor bo'lasiz va xatodan keyin qayta tiklanish ham. Qayta tiklanishga ham anaqa bo'lish kerak, tayyor bo'lishingiz kerak, shoshilmaslikda. Bu mana kecha ham aytayotgandim, bu xarakter. Mana bu xarakter. Biznesda ochig'i men yana kelyapman-da, mana shu narsalarga etap kelyapman, tushunib. Umuman любой sohada har bitta sohaning o'zini xarakteri bor, lekin biznesda borki, tam bir nechta aytaylik xislatlarga ega bo'lish kerak odam. Mana xarakteri qattiq shakllantirish kerak. Chunki yumshoqlik ham yaramaydi-da. Yumshoqlik hammaga moslashib ketursangiz, boylikka bozor arzon berayotgan ekan, siz arzon ketasiz. Pulga o'chib o'shaning uchun. Demak, qattiq xarakter, iroda va boyga aytgan qadriyatni ushlab olish kerak. Bundan keyingi ikkinchisi bu boya xatolar haqida gaplashyapmiz-ku. Qaysi prям 2-3 ta xatoni prям takrorlamagan bo'lamiz. Chunki mana o'zim yo'nalishimda ham bor. Sizda ham bor, обязательно. Chunki shunday xatolar bor, eslab qolgansiz uni va esingizda bor. Mayli 3 ta bo'lmasa-da, bitta farqi yo'q. O'shani aytsangiz, balki o'sha jarayonda turganlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha jarayonga kelganda sizning gapingizga tushib, o'sha jarayondan o'tib olishi mumkin. Xo'p, bo'lgan albatta. Endi bu kengroq savol o'zi bu. Ozgina o'ylab olinadigan savol-ku. Biz siz bilan hech qanaqasiz tayyorgarsiz ssenariyasi. Xo'p. O'zimizning 11 yillik shu tadbirkorchiligimda bitta ish qilsa, natijasi tez bo'ladi deb o'ylaganmiz. Ushta umid qilish kerak. Natijasiga ya'ni
Allohga tashab qo'yish kerak, sabr qilish kerak. Hmm. Natija tez bo'lishligini umid qilib qoladi inson. Mana bitta ish qilaman deydi, ko'p kelishadi. Mana bunaqa ish qilsam, mana bunaqa boyib ketaman, mana bunaqa bo'lib ketar ekan deydi. Mana shunaqa bo'lish kerak emas. Ya'ni ozgina to'xta bo'ladi, yaxshi bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi, faqat vaqt kerak. Shu vaqtni o'ylamaslik xatosi bo'ladi. Shoshilish. Agar bitta xatoni ayting desangiz, masalan uchun 1000 ta xato qilgan bo'lsangiz, bittasi nima ish qilsangiz ham shoshmasdan qilinishi kerak. Bu ana odam o'zini bosib oladi. Shu shoshilishdan kelib chiqadi o'zi bu. Birinchi gapim, ya'ni shoshilish kerak. Tadbirkorchilikda shoshildingiz, ana ko'p o'ylab olsang bo'lmaydi-ku deyshadi. Yo'q, ko'p o'ylash haqida gap ketmayapti. Shoshilish kerak. Bitta qarorni sirazi qilib olish kerak. Hozir qilmang, hali ertaga qiling yoki indinga qiling. Sizdan tadbirkorchilikda butun tadbirkor mobaynida hozir javob kerak bo'ladi. Siz hozir bermang javob. Tushunadi. Chunki imенно hozir vaqt bering o'zingizga. Xuddi shunaqa. Hozir qilgan qaroringizni orqasida katta mas'uliyat. Ya'ni sizni olib ketib qoladi, boshqa yo'nalishga ketadi. Shu sababli ham chiqib ketadi. Zo'r. Yakuniy bitta savol bor, yana shunga qo'shimcha aytaylik. Sizningcha hammani tushunchasida endi to'rsangiz ani muvaffaqiyat har xil-da, ochig'ini aytgan. To'g'rimi? Hamma har xil va hamma o'ziga как бы haq. Ularni hech kim aniq qilmaymiz. Meni ham o'zimning fikrim bor, sizni ham o'zingiz. Albatta, birov xuddi taraf fikrini hurmat qilamiz. Endi sizga aytadiganim, sizningcha muvaffaqiyatli tadbirkorni boshqalardan nimasi ajratib turadi? Sizning fikringiz. Siz aytaylik, mana muvaffaqiyatli bo'lganingizni misol qayerdan bilasiz? Balki уже muvaffaqiyatli, misol men bilmayman, sizning kriteriyingiz bo'yicha deb. Chunki mana boylik deganda ham hammaning xayoli har xilda. Kimlar 1 milliard keladi, kimlar misol 100 ming pulga topsa уже boy. Shunaqa ma'no. Yo'q, boylik bilmayman. Endi tadbirkorchilik sizni sohangizda, o'zingiz sohangizda qanaqadir o'rningiz bo'lishligi bozorda. Muvaffaqiyatli, ya'ni siz sotuvingiz davomiy bo'lib turishi, endi bu sotuv tushadi, ko'tariladi. Tabiiy holat. Bu tabiiy holat. Xuddi shu. Muvaffaqiyatli deyishlik o'zi bu muvaffaqiyatli bo'lishingiz, ya'ni bu avvalambor kerakli joyda kerakli odamga uchrab qolasiz o'zi. Ya'ni u 100% sizga bog'liq emas. Shunaqa. Bu o'zi taqdir deydi-ku. Taqdiringizda bo'ladi. Agar kerakli joyda kerakli odamga kerakli narsalar bo'lmasa hayotingizda, ayniqsa tadbirkorchilikda siz qancha harakat qiling, faqat harakatda emas o'zi, natija bo'ladi harakat qilsangiz, lekin siz ozgina bo'lsa ham tashab qo'yishingiz kerak. Xotirjam bo'lishingiz kerak. Yaxshilikka bo'ladi, baribir. Yaxshi bo'ladi. Hamma tadbirkor bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi. Lekin o'sha muvaffaqiyatli hozir katta natijalarga mana qanaqa tadbirkorlar bor O'zbekistonning o'zida, gigant deydimi? Shunaqa katta investitsiya deydi. Lekin hammasi muvaffaqiyatli bo'lishgan mana. Lekin bu narsa o'zi taqdir. Kerakli joyda kerakli odamga uchrab qolmaydi. Kerakli investorga uchrashi mumkin. Ya'ni o'zi faqat o'ziga bog'liq natijada bo'lmaydi. Faqat o'zimman, faqat o'zim qilaman, faqat o'zim harakatlanib kitob o'qiyman, yuzlab kitoblar o'qiganman, mana bunaqa qilaman, mana bu investor pul tikadi deyishlik bilan natija aniq deganimiz. Tadbirkorchilikning o'zi qiyinligi shu. Ya'ni tavakkal qilasiz. Tavakkal qilasiz, o'ylab tavakkal qilasiz, lekin natijasini yana bemalol xotirjamlik bilan tashab qo'yasiz. Ya'ni bu taqdir bilan, ya'ni Allohning ixtiyori bilan bo'ladigan narsa bo'ladi. Lekin siz harakatdan to'xtamaysiz Asosiyda. Chunki harakat qilganga beraman deyilgan. O'shaning uchun ham shunaqa. Ya'ni muvaffaqiyatli tadbirkor agar kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi-yu, intizomli tadbirkor ekan. Intizomli deysizmi yoki ya'ni o'zi sabr qilgan. Sabr qilgan. Sabr qiladi, o'shani kutadi. Ya'ni kerakli joyda kerakli odamlarga uchrab qoladi. Shuni harakatidan bo'ladi shu narsa. O'z-o'zidan emas. O'z-o'zidan bo'ladi. Shu harakat qilinadi, natijaga harakat qilinadi. Lekin agar ya'ni aytadi, yozilmagan bo'lsa qancha harakatingiz ham befoyda bo'ladi. U ham yaxshilikka bo'ladi. O'shani tan olish kerak, ichingizda tan olishingiz kerak. Endi buni kimdirlarga yoqmasligi mumkin. Yo'q, men harakat qilaman, kurslarda o'qib chiqaman, zo'r tadbirkor bo'laman degan minglab tadbirkorlar bor. Bozordan chiqib ketadi, bankrot bitta xodim sifatida ishlaydi. Yaxshi xodim bo'lib ishlaydi. Doktorlar bor, professionalniy ishchilar bor, menejerlar bor, top menejerlar bor. Bu yomon degani emas. O'rta miyona tadbirkor bo'lgandan yaxshi o'zining sohasida mutaxassis bo'lgani yaxshi o'zi. Boya aytganimiz, hamma ham tadbirkor bo'lmaydi, o'shaning uchun o'zidan kelib chiqib harakat kerak. Oxirigacha borish kerak. Shunaqa, xuddi shunaqa.
Xo'p, bugungi suhbatimiz ham o'z yakuniga yetyapti va bugun sizlar bilan 11 yillik, 7 yillik aynan matras premium va komfort matraslarni ishlab chiqaradigan Nodir akamiz bilan suhbatlashdik. Suhbatdan olgan insightlar, fikringlar, eng yoqqan joylari bo'ladimi? Misol uchun qanaqadir fikringlar bo'lishi mumkin. Uni tabiiyki kommentariyada yozib qoldirasizlar. Albattaki obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bundan keyin Xudo xohlasa shu va shunga o'xshash aytaylik amaldagi mutaxassis va tadbirkorlardan sizlar uchun aytaylik kichik mana shunaqa dushavniy, dildan suhbatlarni qo'yishni reja qilganmiz va bugungi suhbatimiz uchun Nodir akaga kattakon rahmat, hammaga rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat.